Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, akalarim, ukalarim, singillar, apalar. Men o'tgan chiqishimda, so'z boshimda aytuvdim. Men ko'chaga katta bo'lganman. Men boshqa bunaqa uyqush joylarga bormaganman deb aytuvdim. Hozir kommentariy yozibdilar, sizga to'g'ri kelmaydi, sayoz uylaysiz, u bu. Men mani kimligimni o'zim aytdim boshda. Men ko'chaga katta bo'ldi degani u ko'chada yurgan odam bari gunohkor bo'ladi-da. Xohlasangiz, xohlamasangiz ko'chada yurgan odam gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'lganmiz, yurganmiz ko'chaga, tan olamiz. Tavba qilganmiz. Alloh tavba qilsang, tavbalarni qabul qiluvchilarni yaxshisiman dedi. Tavbani Alloh qabul qiladi. Katta gunohlardan saqlansang, kishilarni kechiraman deb aytdi Alloh. Biz avliyo emasmiz. O'zimizda avliyoni ham yasamoqchi emasmiz. Yana 2 kun namoz o'qidimda o'zimizdan kimnidir yasab olmoqchi ham emasmiz. Biz oddiy odam, borimiz shu. Shu uchun men o'tgan safarga ma'ruzam gapirganda, meni gapimni ma'nosini o'qishga, meni gapim haqmi, nohaqmi qiziqib ko'ring. Men oyatlarni aytdim. O'sha oyatlarga kiring, kitobni o'qing, Qur'onni o'qing. O'sha oyatlar o'sha yerda yo'q bo'lsa, keyin ayting. Agar senga to'g'ri kelmaydi, sen noto'g'ri ish qilyapsan deb. Endi kimga nima to'g'ri keladi, kelmaydimi Alloh biladi. Gap masala bu emas. Men sizga bir yaxshi narsa aytmoqchiman shu kun. Bir zo'r narsa bu-da. Alloh Qur'onda ham, Tavrotda ham, Injilda ham aytdiki, biz odam atoga o'z ruhimizdan pufladik dedi. İçimizda nimadir bor. Kimdir buni aytadi, vijdon deydi, kimdir qalb deydi, kimdir yurak deydi, yo'q. İçimizdagi narsa Allohning ruhi. O'lganimizda bizni tark etadi. Shu Allohning ruhi orqali Allohga bog'lansa bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Shu kun bir shuni sinab ko'ring, qiyin emas. Bir chiqingda bir kishiga bir yaxshilik qiling. İchingizda bir qanaqadir xush kayfiyat hosil bo'ladi. Qanaqadir ichingizda bir xush kayfiyat hosil bo'ladi. Keyin bir namoz o'qing. Meni gapim, men qaytarib aytaman. Meni gapim 5 vaqt namoz o'qib Allohning visolini ko'raman deb Alloh uchun 5 vaqt namoz o'qiyotganlar uchun emas. Namoz o'qishga vaqtim yo'q, namoz o'qiy olmayman, hozir vaqtim yo'q, namoz o'qishga vaqtim yo'q deyotganlar uchun bir kun juma kunini ibodat kuni qilib oling. Ertalab turing, mayli. Alloh toqatidan ziyodini bermaydi. Ertalab turing, 2 rakat bomdodni o'qing, peshin jamoa bilan jamani o'qing. Peshindan keyin asrda o'qing, shom, xufton. Juma kuni Allohga qarab bir qadam qo'ying. Alloh sizga qarab 10 qadam qo'yadi. Shu juma kuni, har juma kuni namozingizni o'qib turing. Lekin bir marta ham namoz o'qimay, Allohga sajda qilmay turib, agar bu dunyoni tark etsangiz, juda masalangiz qiyin bo'ladi bu dunyoda, birodarim. Shu uchun men ruh haqida gapirayotgandim. İchingizdan xursandchilik paydo qilasiz. Allohning ruhi sizga bildiradi. Siz haq yo'ldaligingizni. Shu kimgadir yaxshilik qiling, ichingizda bir xush kayfiyat hosil bo'ladi. Ana shu xush kayfiyatda Allohning ruhi beradi. Ko'p eshitgansiz, o'zingizda ham bo'lgan, o'zimda ham bo'lgan. Bir odamni xafa qilib qo'yasizda, bekor shuni xafa qildim-da. Bekor shuni xafa qildim. Endi meni vijdonim qiynalyapti deysiz. Yo'q, vijdon emas. U sizga Allohning ruhi bildiryapti sizga. Siz noto'g'ri xatti-harakat qilayotganingizda Allohning ruhi sizga bildiryapti. Siz aytasiz, hozir shundan borib kechirim so'rayman-da, bekor shuni xafa qildim-da deb turgan vaqtda shayton kelib sizni yo'ldan uradi-da. Dedi, boshqa bo'lsa uraydi deydi. Sen o'layam dedi, buni gapirding, so'kding deydi. Shunday qilib sizni kibrga yo'naltiradi va sizni gunohkor qilib qo'yadi. Agar borib siz shu odamdan kechirim so'raganingizda edi, sizni kechirim so'rashga qo'ymaydi shayton. Agar siz borib shu odamdan kechirim so'raganingizda, u odam kechiradimi, kechirmaydimi, Alloh sizni kechirgan bo'laydi. Shu uchun birodarlarim, ichimizda Allohning ruhi bor. Bir odamga bir nimani gapirishdan, bir nimani haqorat qilishdan, so'kishdan oldin bir to'xtab oling. Bu tana xafa bo'lmaydi. Odamda tana bor, aql bor, ruh bor. Emotsiyaga ega bo'lgan narsa ruh. Bir kishini xafa qilayotgan, bir kishini azob berayotganda, bir kishidan zulm qilayotgan vaqtingizda o'ylang. Siz bandasi xafa bo'lmaydi sizdan. Sizdan xafa bo'ladigan emotsiya Allohning ruhi. Allohning ruhini xafa qilasiz. İçinizde Allohning ruhi bor.
O'sha Allohning ruhi xafa bo'ladi. Mazlumni duosi shu uchun ijobat. Bu ruh Allohniki. Siz Allohning ruhini xafa qilasiz. Bilib qo'ying, ey odam avlodi. Bir-biringizga muomala qilayotganda hushyor muomala qiling. Xafa qilib qo'ymang Allohning ruhini, erta qiyomatda javob berasiz bu uchun. Bir-biringizni so'kib, bir-biringizni haqoratlamang. Hozir shunaqa zamon bo'lib qoldi-da, endi shunaqa bo'lib qoldi, iloji yo'q endi. Shu shayton zamon bo'lib qoldi-da. Odamni bizni Alloh Hazrati inson qildida, hamma narsani biz uchun yaratdi. O'z ruhidan berdi, dunyoni biz uchun yaratdi. Biz Hazrati insondik. Hozir vaqtga kelib la'natlanadigan inson darajasiga kelib qoldik-da. Alloh asrasin shu la'natlanishimizdan. Allohning la'natidan qo'rqing. Men aytdim, yana qaytarib aytaman. Meni gapim har kun 5 vaqt namoz o'qib Allohning visolini ko'ramiz, Alloh uchun, rozilik uchun o'qiyotgan odamlar uchun emas. Yana buni kesib har xil yo'ymanglar. Namoz o'qishga vaqtim yo'q, ishim ko'p, bekorlar uchun deyapman. Bir kuningizda Allohga ajrating. Juma kuni ertalab barvaqtning bir kun o'qing, mayli. Har kun 5 vaqt o'qimang, bir kun namoz o'qing 5 mahal. Juma uchun. Juma kuni. Allohga qarab bir qadam qo'ying, Alloh sizga qarab 10 qadam qo'yadi. Birodarlarim, mana shunaqa. Yana bo'lsa aytaman, ichingizdagi Allohning ruhini saqlang. Shunday qilingki, faqat ichingizdagi Alloh ruhi xursand bo'lib yursin. Yaxshi gapiring. Bir-biringizni hurmat qiling. Chunki har bir insonning ichida Allohning ruhi bor. Allohning ruhi borligi uchun farishtalarni bizga sajda qildirdi Alloh. Allohning ruhi sizdan chiqib ketmasin, birodarim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.